Xitoy doiralari Beyjingdagi bir oliy maktabda arab tili o'qituvchisi bo'lgan Heydqari Osmanni 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Kishilik huquq to'g'ri axborot markazining 20-iyun oshkorlashicha, Xitoy rejimi Heydqari Osmanni arab tili o'rgatganligi sababli 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Heydqari Osman xizmat ehtiyoji sababli ayoli Amanxon Avut bilan Beyjingda o'ltiraqlashgan bo'lib, u Beyjingdagi bir oliy maktabda arab tili o'qituvchisi bo'lib ishlagan. 2017-yili Beyjingdagi maktablar o'quvchilarni 7-oydan 9-oygacha yozliq ta'tilga qo'yib bergan. Heydqari Osman yozliq ta'tilni yurtida o'tkazish uchun Sharq Turkistonga qaytib berib, uzoq o'tmayla Aqsu viloyati Kalpin noyalik JX idorasi tomonidan to'yqisiz qo'lga olingan. Keyin Aqsu viloyatlik taftish mahkamasi uning atalmış davlat belgilagan hukumat amaldorlarining diniga ishonmaslik, masjidlarga kirmaslik va diniga e'tiqod qilmaslik kafolatnomasiga imzo qo'yishni rad qilganligi sababli qo'lga olinganligini uqtirgan. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxonning yetakchiligidagi bir hay'at 25-iyun yangidan Istanbul valisi bo'lib tayinlangan Davudgul apandini ziyorat qildi. Hay'at ziyorat davomida oldi bilan Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va terror siyosatlari haqida ma'lumot bergandan so'ng, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining navbatda Turkiya va xalqaroda qilayotgan xizmatlarini tanishtirdi va shundaqla Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqining umumiy ahvoli, ularning hal qilishga tegishli masalalarni o'tirib qo'ydi. Amerika Van palatasi Tayvan 21-asr savdo tashabbus kelishimini ma'qullagan bo'lib, bu kelishim 1-iyunda imzolangan. 21-asr savdo tashabbus kelishimi Washington bilan Taybey o'rtasidagi tamojna kontrolligini moslashtirish, bir qator o'lchamlarni oddiylashtirish va chiriklikka qarshi turish tadbirlarini yo'lga qo'yish orqali savdoni taraqqiy qildirishni maqsad qiladi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu kelishimning tasdiqlanishiga qarshi chiqib, Amerika Tayvan bilan rasmiy bo'lmagan munosabatni saqlab qolish va'dasiga og'ir xiloflik qildi deb norozilik bildirgan. Hafta oxirida Rossiya hukumati qarshi qo'zg'alon ko'targan Wagner yollanma askarlar guruhining boshlig'i Yevgeniy Prigojinga qartilgan jinoiy ishlar delosining oxirlashganligi e'lon qilindi. Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi bundan burun e'lon qilgan bayonotida Rossiya hukumatiga qarshi qurolli isyon sababidan Prigojin ustidan jinoiy ishlar delosi ochilganligini bildirgan edi. Rossiya davlat mudofaa ministrligining bayonotiga qaraganda, Wagnerga tabi harbiy aslahalarni Rossiya qurolli qismlariga yetkazish tayyorlik xizmatlari davomlashmoqda. Dunyoning har qaysi joylaridan millionlagan hojirlar Arafat yog'ida ibodat qilayotgan bir kunda Sharq Turkiston ichi sirtidagi barliq qarindoshlardan Qurbon hayit harifasini qizg'in tabriklaymiz. Ibodatlar maqbul, duolar ijobat bo'ladigan bu ulug' kunning irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan xalqimizga xayrlik bo'lishini tilaymiz. Qurbon hayitinglarga muborak bo'lsin.